Bugun 3 tagina mahsulotdan juda tez tayyor bo'ladigan buxlavash qilmoqchi edim, ammo uyda hech narsa qolmabdi. Sifatli mahsulot olish uchun Andaluzga bordim. Azizlar, bu yerda pishloqlarni xili ko'p va albatta eng svejiy go'sht va farshlar sotiladi. Bu Andaluz. Buyurlar, hozir olamiz. Ushbu pishloqlar ko'pligini ko'ryapsizlar. Boshqa holatda ham juda ham ko'p. Lekin men mana bu pishloqni tanladim. Qattiq pishloq zo'r eriydi. Bitta uchasiga ham berib mana shu marazilikning oxirigacha go'sht assortiment bor. Bizga farsh kerak. Qaranglar, tarafdan beri sotib olib, men hozir yuribman. Buyursin, farsh kerak. Xohlaganingizni tanlab ol. Lavashni yumshoqrog'ini tanlaymiz. Bu yerda xili ko'p ekan. Azizlar, mana shunday mahsulotni oldik, birgalikda bozorga qildik. Endi esa pishirishga ketdik. Farshga tuz, paprika va zira solib aralashtiramiz. Liskga lavash xamiri, qirg'ichdan chiqarilgan pishloq, yana lavash xamiri va farshimizni tekislab, ruletimizni yasaymiz. Ustiga tuxum sarig'ini surtib, pishloq va kunjut sepib, 180 darajada qizdirilgan gaz pechiga 40 daqiqaga qo'yamiz. Mana bir zumda juda ham mazali buxlavash pishdi. Chiroyli qilib kesamiz, likopchaga qo'yib, yerliklarga ulashamiz. Yoqimli ishtaha.